Endi Xudodan najot kutamiz. G'azo aholisiga so'nggi ogohlantirish berildi. Fon der Leyen va Mersining maxfiy rejasi: Yevropa urushga tayyormi? G'azoga yordam olib borayotgan kemalar Isroilning qo'liga tushdi. Hamas Trampning tinchlik rejasini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Putin milliylashtirish tugmasini bosdi. Yevropa kompaniyalari xavf ostida. Tramp: aks holda bu AQSh uchun haqorat bo'ladi. Nobel oldidan bosim. Qirg'izistonda 17 yoshli qiz zo'rlab o'ldirib ketildi. Endi Xudodan najot kutamiz. G'azo aholisiga so'nggi ogohlantirish berildi. Isroil mudofaa vaziri Katz 1 oktyabr kuni G'azo shahri aholisiga janubga ko'chib o'tish uchun oxirgi ogohlantirishni berdi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Katzga ko'ra, shaharda qolganlar terrorchi yoki terrorchilarga yordam beruvchi sifatida ko'riladi. Kim hali ham janubga ko'chishni xohlasa, bu oxirgi imkoniyat. Hamma jangarilarni G'azo shahrida yolg'iz qoldirishimiz kerak, deb yozgan Katz X ijtimoiy tarmog'ida. Uning aytishicha, Isroil armiyasi G'azoning markazini g'arbiy qirg'oq bilan bog'lovchi Netzarizm yo'lagini nazoratga olgan. Bu orqali G'azoning shimoli va janubi o'rtasidagi yo'l deyarli to'sib qo'yilgan. Shu paytda G'azo shahri og'ir bombardimonlar nishoni bo'lib kelmoqda. Shaharning eng yirik Ashia shifoxonasi hududida chodirda boshpana topgan 60 yoshli Rabah al-Halabiy AFP agentligiga bergan intervyusida shunday degan: "Men bu yerni tark etmayman, chunki G'azoning har bir hududi, shimoli ham janubi ham xavfli. Hamma yoq bombardimon qilinmoqda. Ko'chish dahshatli. Endi faqat o'lim yoki Xudodan najot kutamiz, balki sulh natija berar." Fon der Leyen va Mersining maxfiy rejasi: Yevropa urushga tayyormi? Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Rossiyaning Yevropa ittifoqi havo hududini buzishga qarshi Yevropa hamjamiyatining birligini yana bir bor tasdiqladi. Von der Leyen bu haqda 1 oktyabr chorshanba kuni Yevropa ittifoqi davlat va hukumat rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tgan Kopengagenda bayonot berdi. Rossiya jamiyatimizga nifoq va qo'rquv sepmoqchi. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz, dedi von der Leyen so'zlarini keltirib AFP. Daniya poytaxtida bo'lib o'tgan yig'ilishda Yevropa ittifoqi yetakchilari Ukrainadagi urush sharoitida Yevropaning mudofaa qobiliyatini muhokama qildi. Kiyevga keyingi yordam ham stol ustida edi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Kiyevga muzlatilgan Rossiya aktivlari evaziga milliardlab yevro kreditlar berish tashabbusini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Von der Leyen va Germaniya kansleri Friedrich Merz Ukraina uchun 140 milliard yevrogacha bo'lgan qo'shimcha mablag'lar muhokama qilinishi mumkinligini aytdi. G'azoga yordam olib borayotgan kemalar Isroilning qo'liga tushdi. Video. Isroil harbiy dengiz kuchlari G'azoga gumanitar yordam yetkazish uchun yo'lga chiqqan yordam flotiyasini to'xtatdi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 1 oktyabr kuni kechqurun bir nechta kemalar zarar yetkazilmagan holda ushlab qolingan va yo'lovchilar Isroil portlariga olib borilgan. Rasmiy ma'lumotda shvetsariyalik ekofaollardan biri Greta Thunberg va uning hamrohlari sog'-salomat